Salom, barchaga hayit ayyomi muborak bo'lsin. Bugun butun yerdagi mo'min musulmonni qutlug' ayyomi, ham juma, ham Qurbon hayiti bayrami. Har bitta insonga o'sha bolalik paytini eslatadigan bayramlardan o'sha Qurbon hayiti, Ramazon hayiti va Yangi yil bayrami bo'lsa kerak. Endi mana shu bayramlar bizning bolaligimizni, beg'ubor paytlarimizni eslatadi. Meni ham ayniqsa mana shu hayit bayramlari otamni, onamni, o'sha bolalik paytlarimni eslatadi. Ayniqsa ertalabda o'sha dadam biz bolalik paytlarimiz hech ko'z oldimdan ketmaydi. Namozga chiqib ketardilar, yangi kiyimlar kiyardilar. Hamma ustki va tashqi kiyimlari hammasi yangi bo'lardi. Har safar yangi kiyim kiyishni odat qilgandilar. O'sha kuni dadam yasanardi va hamma qatori qo'ni-qo'shnilarimiz bilan masjidga chiqardilar. Keyin masjidga chiqib, namozdan qaytayotib, bizga bolalar xursand bo'lsin deb o'sha ertalab nonushta qilmasdan kutib turar edik. Yonida shirinliklar, pechenye va cheva yana bir nimalar, xullas o'sha ertalab birgalikda zavtrak qilamiz bolalarim bilan deb ertalabda namozdan qaytayotib shunaqa narsalar olib kelardi. Biz dadamni xursand bo'lib kutib olardik. Bu narsa menimcha hammada bo'lgan. Xursand bo'lib yugurib namozdan kelishlarini kutib olardik. Biz 4 ta farzand bo'lganmiz, 3 ta qiz, bitta o'g'il. Endi hammamiz dadam kelishiga tayyor turar edik, qo'lida narsalarni olish uchun. Yugurib darvozaxonaga yugurardik dadamni ovozini eshitib. Keyin dadam bizga o'sha paketning ichida hammamizga bittadan holvaqandlar, qurt, olmaqand, keyin issiq no'xat, yonidan kalla go'shti, yana bir narsa go'shtlar, xullas shunaqa bir ajoyib narsalar olib kelardi. Issiq non, qaymoq. Keyin hammamiz birgalikda o'tirib birga choy ichardik. Choy ichib bo'lganimizdan keyin hammamizga xuddi o'zi kabi yangi kiyimlar olib bergan bo'lardi. Hayitga yangi kiyim kiyamiz deb. O'shanda yangi kiyimlar o'ylardi, kiyinglar, aylantirib kelaman derdilar. Keyin hammamiz yangi olgan kiyimlarimizni bir xil kiyinib, hammamiz dadam bilan eng birinchi olib boradigan joylari o'sha hayit paytida opoqimni qabrlari bilan buvimni qabrlariga olib borardilar. Keyin amakim o'tgandilar. Biz kichkinalik paytimizda o'sha amakimni qabrlariga, xullas kim o'tgan bo'lsa, tog'asini, xolasini, shunaqa har xil o'tganlarni qabrlariga olib borardilar. Onamni qabriga borar edik. Keyin xullas o'tganlarni ziyorat qilardik. Ziyoratni qilib bo'lib, keyin esa qolgan amaklarimni, xolalarimni, ammalarimni ziyorat qilishga borardik. Hammasiga eslayman, go'sht, non, yana bir narsa shirinliklar, bu narsalar olardik-da, bozorlik xarajatlar qilib ammalarimni ko'rishga kirar edik. O'tishidan oldin shunaqa bo'lganki, Navro'z bo'lgan. Navro'z bayramiga hamma o'sha dadam o'zini singillarini, o'sha ammalarimni, amaklarimni, xullas ammalarimni to'plab biz bilan birgalikda ammalarim va bizni olib Andijon shahariga olib borib, eski shaharda hammamizni aylantirib, morojnilar yeb, endi xuddi gamburgerlar paytda qiziq bo'lar edi. Hammamizni aylantirganda. Hammamizga bir xil tapichka, Irina vishipka tapichka dedim, shunaqa tapichka, ro'mol hammamizga bittadan. Meni bolam kichkina paytida, endi birga o'g'lim tug'ilgan paytida, hali birga ham kirmaganda, o'g'limga rosa chiroyli qilib kiyim qilib bergandilar. Hech esimdan chiqmaydi. O'sha kiyimlarni haligacha saqlab qo'yganman. Hammamizga o'sha aytganimdek tapichka olib bergandilar. O'sha tapichka ham hali ham turadi. Hech kimga bergim yo tashlab yuborgim kelmaydi. Har yili qishda kiyaman. Yana menga eslatadigan narsa shuki, o'sha hammamiz o'sha kuni hayit kuni hammamiz kiyinib, yangi kiyimlarimizni kiyib, hammamizni ko'nglimizni ko'tarardilar. O'sha o'tishidan oldin Navro'zga ham singillarini hammamizni to'plab shunaqa qilgandilar. Baliq yegan olib borgandilar. Keyin shaharda aylantirib, hammamizga bir xil narsalar, o'zimiz xohlagan narsalarni bozorga olib borib, aylantirib kelgandilar. O'shanda juda ham xursand bo'lgandim, hech esimdan ketmaydi. Imonni o'sha paytlar o'tishidan ozgina oldin o'zi otam o'sha Ramazonga kirib, o'sha 3 yo 4 kunlarida ro'za og'izida juma kunida o'tib qolganlar. Yaxshi kunlarda o'tgan, imonni o'sha dadam Ramazon oyida ro'za tutgan, ro'za og'iz bo'lganlar ham jumaga chiqib ketayotgan, yuvinib taranib, yangi kiyimlarni kiyib jumaga chiqib ketayotgan paytda
daveniyasi tushib ketdi, pullasi yiqilib o'tib qolganlar, lekin o'zini doim asrab avaylab chiroyli olib yurardilar. Hech dadam erta kunda o'tib qoladilar deb o'ylamasdim. Dadam uzoq yashaydi deb o'ylar edim. Chunki onamlar biz kichkinalik paytimizda, o'sha 6-7 yosh paytimizda, ukalarim endi 5 yosh, 3 yosh, yangi tug'ilgan jo'ja chaqaloq. Eng kichkina singlimni tug'ib, onam olamdan o'tganlar. Alloh rahmat qilsin. Onam ham mana shunaqa ro'za, Ramazon oylarida, juma kunlarida o'tgan deyishadi. Shunaqa. Xullas, menga shunaqa hayit kunlari otamni, onamni eslatadi. Ularni Andijonga borib ziyorat qilishni xohlagandim. Bilmadim nimagadir. Bugun o'zim uyda yolg'iz qolib, ota-onamning haqqiga duolar qilib, uyda o'tirishni xohladim. Ichimdan o'tayotgan hislarni sizlar bilan bo'lishgim keldi. Sizlarga ham bolalik chog'ingizni eslatadimi hayit? Mana qaysi bayramlar sizga bolaligingizda eslatadi? Sizni esingizga solgan, sizni esingizda qoladigan holatlar, voqealar bo'lganmi? Mana yodingizda qolib ketgan. Iloji bo'lsa kommentariyada yozib qoldiring. Salomat bo'ling. O'tganlarning oxiratlari obod bo'lsin, joylari jannatdan bo'lsin. Ota-onalarimizni qadrlab, borida ularning xizmatlarini qilib, duolarini olib yurishlik barcha insonlarga nasib qilsin. Ota-ona baribir biz uchun topilmas oliy baxt, oliy boyligimiz bo'lar ekan. Ularni borida qadrga yetaylik.